Fontanlar inson ongini tinchlantirish hamda inson kayfiyatini ko'tara olish xususiyatiga ega. Ammo fontanlar haqida shunday qiziqarli faktlar borki, ularni siz aniq bilmaysiz. Bilmoqchi bo'lsangiz, bu videoni oxirigacha ko'ring. Fontan so'zi lotincha fontis so'zidan olingan bo'lib, manba hamda bahor degan ma'nolarni anglatadi. Hozirgi kunda saqlanib qolgan eng qadimiy fontan bu Qosim Poshoning chashmasidir. U 1526-yilda Sulton Sulaymonlik hukmronlik davrida hozirgi Turkiyada bunyod etilgan. Dunyodagi eng katta fontan Dubayda joylashgan bo'lib, u 12 gektar yer maydonini egallagan. Ko'plab Yevropa davlatlarida fontanlarga tanga otish udumga kirgan, lekin o'sha tangalarni fontanlardan olish esa jinoiy javobgarlik sanaladi. Ko'pchilik fontanlarni dekoratsiya maqsadida qurishadi, lekin eng birinchi fontanlarning qurilishiga sabab fontan oldiga tashrif buyurgan insonlarga ijodkorlik hissini berishdir. Agar sizga bugungi yetkazgan ma'lumotlarimiz yoqqan bo'lsa, hoziroq like bosing va do'stlar bilan ulashing. Keyingi faktlarimizni ko'rishguncha, xayr.